Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Bozor biznes kanaliga. Mana bugun Farmonqo'rg'on qishlog'ida 8 ta navozcha kelgan, shved navozchalari. Kimga qiziq bo'lsa, narxi hali chiqqani yo'q. Qon obzorini chiqaramiz. Like va podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Kanalimizga mehmon bo'lmaganlar like va podpiskani bosib, o'z fikrlarini kommentariyaga yozib qoldirishni unutmang. Birinchi navoz, ikkinchi navoz, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, 6, 7, 8 ta navoz Farmonqo'rg'on qishlog'ida. Kimga qiziq bo'lsa, qon obzorini qo'yib o'tamiz. Like va podpiskani bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.